Xayrli kun barcha kuzatuvchilar, aziz vatandoshlarimiz. Toshkent Moskva, Toshkent Kazan yo'nalishlari bo'yicha mana UzAvto Transervis avtobusi bu Toshkent Perm yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan. Bu ham hozir mana ayni damda Qozoq qoplama chegara bojxona postidan o'tib, yo'lovchilarni olish uchun hozir to'xtab, yo'lovchilarni olib yo'lda davom etadi. Sizlar ham bemalol mana shunaqa qonuniy davlat nazoratida bo'lgan avtobuslarda bemalol safarlarni davom ettirishingiz mumkin. Mana bu avtobusimiz Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha yo'lga chiqqan. Siz ham bemalol Toshkent Moskva yo'nalishida, Toshkent Kazan yo'nalishlari bo'yicha bizni kuzatib borishingiz mumkin va avtobuslarimizda o'z safarlarni davom ettirishingiz mumkin. Mana shu kanallarimizni ko'rib borsanglar, har xil videoroliklarni joylab boramiz. Hozir biz ayni damda Qoplonbek chegara bojxona postining o'sha o'tish punktidan salbiy orolda, ya'ni shu Qoplonbek chegara bojxona postidan o'tganinglardan keyin to'g'riga 100 metr yurasizlar. Undan keyin aylanma yo'l keladi. Aylanma yo'ldan o'ngga qarab yurganinglarda mana shunaqa tor yo'l keladi va mana shu tor yo'ldan avtobuslarimiz sizlarni olib ketadi. Mana shu yerda avtobuslarni kutadi. Biz hozir ayni damda Toshkent Kazan yo'nalishi bo'yicha yo'ldagi barcha vaziyatlarni, yo'ldagi kamchiliklar, muammolar yoki bo'lmasa yaxshi ma'lumotlarni ulashish bo'yicha sizlarga hozir videoroliklar barchasini tayyorlab kanalimizga joylab boramiz. Jonli efirlarda ham yoki bo'lmasa reels ko'rinishida videolarimizni joylab boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.